Assalomu alaykum do'stlar. Mana vodiylik ustakalarimiz vodiyda mana konteyner profillarini olib kelib, ana shunaqa katta obyektlar yopib berayotgan. Xorlarni ham to'rttala qilib, baquvvat qilib yopib berishayotgan. Hozir shu ustakalarimiz o'zlariga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustaka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzimsiz? Ustaka bu kvadrat qanchadan tushyapti? Aka, bu joyimizning kvadrati 180 ming so'mdan tushyapti. 180 ming so'mdan. Eniga 10 metr, uzunligiga 40 metr joyimiz shu yoqdan tushyapti. Mana to'rttali shopillarni ham qo'ygan. Xo'p, buning ichiga nimalar kiradi? Aka, buni hozir reykasi qoldi. Xudo xolasa reykalarni ham qatirib beramiz aka. O'xshashi tunukaga tayyor holatiga olib kelishi 180 ming so'mdan tushyapti bu joyimizda. Xo'p, firmalar orasi nechidan? 120 dan firmalarimiz bor. 120 dan qo'yib bergansiz. Reykalarning orasi nechidan qo'yib berasiz? Reykalarning orasidan 65 sm dan qo'yib beramiz. Xo'p, tunikasini ham o'zi yopib berasiz. Uy egasi bilan kelishilgan holatdagi tunikalarni ham qatirib kiyib beramiz. Xo'p, bu xizmat ichiga kiradi material, usta haqqi, yo'l kira, vodiydan olib kelib chiroqli qilib yopib ber, tunikasini yopib berasiz, shundaymi? Mana shunaqa aka. Hamma yo'g'i faqat uy egasidan aka yotoq joy oziq-ovqat bersa bo'ldi. 3 mahal oziq-ovqat bersa. Xo'p, do'stlar, xudo xolasa kimga shunday obyektlar bo'lsa, ustini yoptirmoqchi bo'lsanglar, Zoyjon akam o'ziga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatib beradi. Zoyjon aka, yana nechta gruppangiz bor? Hozircha aka 4 ta gruppamiz bor. 4 ta gruppa. Xudo xolasa o'zi bosh bo'ladi. Keyin bundan tashqari aka kottejlarning oralari, darvozaxonalari, katta molxonalari. Katta xoladelnik, molxona, mol fermalar, stadionlar, katta teplisalar, hamma narsasini o'zi qilib berasiz konteyner profillaridan. Profildan aka 25 metr 30 metrgacha bez stoyka qilib. O 25 metr 30 metrgacha bez ustun qilib berasiz. Xudo xolasa ko'rdinglar do'stlar. Xudo xolasa kimgadir shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Zoyjon aka o'zi xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatib beradi. Juda ham mustahkam qilib beryapti akamiz.